Xo'p, 13. S taqsim D'ni topishimiz kerak ekan. Dissotsiyalangan. Ha, mana bu ikkitasini nisbatini topishimiz kerak ekan. Uyutmadagi yo'llar soni, dissotsiyalanish darajasi. Kalsiy nitrat. Dissotsiyalansa kalsiy 2 plus NO3 dan minus ionini hosil qiladi. Faqat ikkita. Jami 3 mol ion hosil bo'ladi. 1 mol dissotsiyalanganda. 12 mol hosil bo'lish uchun qancha? Demak 4 mol dissotsiyalangan. Endi 4 mol kalsiy nitratim 64% bo'lar ekan. 100 qancha? Bu tomonga o'tganda bu 16 marta kamayadi ekan. Bu ham bu tomonga o'tadigan bo'lsa 16 marta kamayadi. Hop, 100 taqsim 16, 50 taqsim 8, 25 taqsim 4, hop 12,5 taqsim 2 yoki 6,25. Hop, endi ikkinchisi. Natriy 3PO4. Yo'lagi parchanasi 3 ta natriy. PO4 dan 3 minus hosil bo'ladi. Jami 4 mol ion hosil bo'ldi. Bu yoqqa yozay 1 mol parchalanganda. Bizda 10 mol parchalanibdi. 10 taqsim 4 5 taqsim 2 yoki 2,5 molga teng bo'lyapti. Shu 2,5 mol olingani 80% ga teng bo'lyapti-da. 100% qancha bo'ladi ekan? Endi 2,5 mol 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak ketadi 250 taqsim 80. Yozib turay, 250 taqsim 80 bo'ladi. Va bu qisqasi 25 taqsim 8. 25 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsam, 2 ta bersam, 3 ta bersam bo'lar ekan. Xo'p, 3,125 chiqsa kerak-ku. Mana shunda 3 kira 8 24 1 bor 25 dan. Xo'p, 10 tushadi. 1 beraman. Xo'p, o'shanda 8 tushadi. 2 yana 2 bersam 16 4 5 bersam, ha 3,125 bo'ldi. Endi mana bu S bo'lsa, bu D. Ikkovini nisbatlayman. 6,25 ga 3,125 ni nisbatlab qo'ysam, 3,125 ga bo'linsa, 25 ta 2 ga bo'linganda 2 marta degani 2 marta katta ekan. Javob B javob.